Qarang, bu qabristonda bitta qabrga to'g'ri keldik. Bu qabrda Husayn Ayni degan inson yotib ekan. 1811-yilda tug'ilib, 1947-yilda vafot qilgan ekan. Ya'ni 136 yoshga kelgan ekan bu inson. Husayn abi. Shunaqa do'stlar, bu yerda yotgan bu Husayn abi agar musulmon bo'lgan bo'lsa, Alloh taolo bu insonni qabrlarini yorug' qilsin, oxiratlarini obod qilsin. 136 yosh, o'ylaylar. Bu hazakam yosh emas. Qabrlar juda zich joylashgan. Bu yerda Bebero'g'li oilasi joylashgan. 2021-yilda o'lgan ekan. Bu Husayn abi 1947-yilda urush tugagandan keyin o'lgan. Endi dars ketamiz. Bu yerda ham qabrlar bor, qarang. Bu ham eski qabrlar. Eski qabrlarda bilinish oson. Mana bu toshlarni ko'ryapsizlar, mana shu eski toshlar qo'yilgan. Endi pastdan biz tepaga yo'lakka chiqdik. Endi mana shu pastga tushib ketsak, bu tomonda payg'ambarimiz alayhisalom sahobalari Ayub al-Ansoriyni qabrlariga chiqamiz.